Yaxshimsizlar, o'maqdasizlar. Bugun aytmoqchi bo'lgan hikoyamiz Sat o'rdak cho'jisi. Shundoq go'zal bir ko'l bo'yidagi o't-cho'plar orasida bir ona o'rdak tuxumlarini besib, illatib yetibdi. Bu ona o'rdakning 5 tal tuxumi bor ekan. Kunlar o'tib, bu tuxumlar kayni-kaynidan yerilib, uningdan intayin omaq bo'lgan cho'jaklar chiqibdi. Faqat bir tal eng yo'g'on tuxumdilla zodili cho'jak chiqmabdi. Ona o'rdak bir oz ansirgan holda bu tuxumdanmi cho'jagining chiqishini saqlabdi. Bir oz vaqtdan keyin bu yo'g'on tuxumu kirs qilib daz bo'pti-da, uningdan yo'g'on bir cho'jak chiqibdi. Ammo bu tuxumdan chiqqan cho'jakning mo'ylari qaramtul kulrang, jug'umi yo'g'onroq, ovozimi intayin sat bo'lib, boshqa sap-sariq omaq cho'jaklarga faqatla o'xshamabdi. Shuning bilan uning sap-sariq omaq qarindoshlari uni sat deb, heli tepib, heli cho'qib, faqatla yaxshi ko'rmabdi. Dastlabki kunlarda ana o'rdak "Bo'zlarning ufqanglar, bo'za qilmanglar, billa o'ynanglar, bo'za qilsanglar mening achchig'im keladi" deb bu sat o'rdak cho'jisini qanot ostiga ilibdi. Lekin keyingi kunlarda ana o'rdak bu sat o'rdak cho'jisiga qarab: "Hey, men qancha qarasammi, sen zodil mening balamga o'xshamayotsan. Ya mo'ylaringning rangi o'xshamasa, ya ovozing o'xshamasa, sen cho'qim xalqning balasi. Eng yaxshisi o'zingning ota-onangni tepib olsang bo'ldigan o'xshaydi" deb bu o'rdakni chetga qiqib, zodili qanot ostiga olmabdi. Shuning bilan bu sat o'rdak cho'jisining ko'ngli intayin yerim bo'lib, o'zi yolg'iz yiroq yerga ketib qopti. U yolg'iz ketib kaptarlarga uchrabdi. Lekin kaptarlar uni zoda araga olmabdi. Qog'larga uchrabdi. Qog'larmi uni tepib, bo'zaq qilib qo'g'lab yetibdi. Shuning bilan bu yolg'iz qolgan sat o'rdak cho'jisi ko'ngli yerim holda bir o'tloqning orasiga kirib, yolg'iz yetibdi. Shundoq qilib bu sat o'rdak cho'jisi yolg'iz qopti. Kunlar o'tibdi. Daraxt yupurmoqlari sarg'ayib, g'azonga aylanib tushishga boshlabdi. Havolarimi sovib, kuz kepti. Shundoq kunlarning birida ko'l bo'yidan g'irang-chirang ovozlar anglanibdi. Bu sat o'rdak cho'jisi ovoz chiqqan yerga qarab beqibdi. Qarasa, ko'lda bir to'p aqullar o'zib yurgan ekan. Ular asli janubga uchib mangan aqullar bo'lib, bu ko'lga aram og'ili tushgan ekan. Ko'z oldidagi bu go'zal aqullarga qarab turganda, ular kayni-kaynidan osmonga ko'tarilibdi. Pah, ular nima degan go'zal? Paylari shunchalik oppoq, qanotlari shunchalik cho'ng ham go'zal. Ular egiz osmonlarda parvoz qila oladi ekan. Ular nima degan baxtlik? Bu sat o'rdak cho'jisi ularga havaslanib ko'kka qarabdi. Bu sat o'rdak cho'jisi osmonga qaragan peti xayolga cho'kibdi. Meni qarindoshlarimmi, hatto onammi yaxshi ko'rmaydi. Hech kim meni araga olmaydi. Men nega borsam, shu yerda chetga qiqilaman. Men nimanchi satdirman? Nima uchun? Bu zodi nima uchun? deb ko'ngilsiz xayolga cho'kibdi. Shundoq qilib, bu sat o'rdak cho'jisi yana o'zi yolg'iz yiliq o'tcho'plak orasida kunlarni o'tkazibdi. Havolar sovib, qorlar yig'ib, qishmi kepti. Bu sat o'rdak cho'jisi ana shu o'tcho'plikda so'g'oq bir qishni o'tkazibdi. Shundoq qilib, bir qishmi o'tib ketibdi. Bahor kelib, quyosh o'zining illiq nurini sexiylik bilan butun koinotga chechibdi. Atrof yumron o't-cho'plar bilan yashirib, intayin go'zallashibdi.
Janubqa uchib ketgan qushlarmı qaytib kepti. Yılqı sət ördək çücüsümü ot çöplükdə ixtiyarsız qanıdını içipti. Heli igiz, heli pəskə, heli yuqurğa, heli pəskə qanıdını qiqipti. Oylamğan yerdən tuyuqsuz onun putları ot çöplükdən kötürülüptü. O asmanğa, yəni kök kötürülüptü. Həm pərvaz qıptı. Pah, mən uçalaydigan bopdimən. Sət ördək özünün uçalaydigan buğanlığıdan özüm şuncha heyran bopdu. Hem şunchalik hayajonlanıptı. O uçup etip köl boyida heliqi çağda kögen güzel aqularını görüptü. O özü şunchalik heveslengen şu aqular bilen dostlaşqısı kelip kölge konuptu. Ama o tuyuqsuz özünün əzəldən qeyrindaşlarının, anasının, hem hiç kimden yaxşı görmeydigan, her qaçan yalğız, yekigane eşkəlligini esiga elib, intayın məyuslanıb, közlerini çın yumup, beşini tüvən qılıp turuptu. Lekin başqa aqular bunun ətrafıga kelip külüşüptü. Hem bir aqu, yaxşımısan yağı dostum, senin bilen körüşkəlligimizden, tanışqanlığımızdan xoşalmız, depti. Bu avazını anlap, bu ördək çücüsü çüçüp közünü içipti. Hem sizler rastlı manga qatamsızlar? Meni dostum dedinglarmi? O hayranlıq bilen özünün sudaki şoğusuga qaraptı. Pah, onun köz aldıda boyunları uzun, peyleri appak, kanatları şunçilik mu çiraylıq bir aqu durgan edi. Asli bir qish ötkenden keyin bu sət ördək çücüsü özünün sət külrang moylarını taşlap əmdi yetilgen appak aqu qaylangan edi. Asli o aqunun balası edi. Əmdilikdə o yalğız qaldıgan, həmişə qeyrib sındıgan hilqi sət ördək çücüsü emas, jiqqida dostları ba, naytımı xoşal xoram yürələydigan çiraylıq aqu özgergen edi.